Mana tayyor xozimay so'rayotganlarga sotuvga qo'yapmiz. To'g'risi biznes sotilyapti. Do'konimiz ijarasini davom ettirib ketasiz. Bu xozimayimiz yurib turgan 1 million 1,5 million savdo bo'lyapti ekan, ko'rasizlar. Tovarlarni hozir tashqarini bitta lokatsiyani aytib o'taylik, keyin ichkarida tovarni ko'ramiz. Xozimaydan chiqib 10 tomon yursiz, mana bu mashina bozorining oldi mana. Farg'ona shaharida mashina bozorining ko'chasini boshida, katta yo'lda Gilamli Mindonobod mana MFN to'g'risida. Endi ichkarini bitta kirib ko'ramiz. Orqa tomonimizdan ponnichek, bu tomonlarda juda ham ko'p qurilish bo'lyapti. Hozir batga jicha pul tiqish kerak. Sababi 2-3 filial qilib xozimaychilarga bo'lsa ham zo'r variantimiz. Tayyor ijarasini davom ettirib ketishadi. Mana bu tomonlar ponni tovarlarimiz bor ekan. Mana shuncha tovar. Mana bu tomonimiz ham bor. Bismillah. Xozimayni to'ldirish kerak. Tovar olib kelsangiz, misol yuradigan narsa. Mana aristollar ham bor ekan, ham yo'q televizorlargacha qilib qo'yishibdi. Prosta to'ldirish kerak. Xozimay qilaman, yoki xozimay borlarga 2-3 filial qilib yurg'izgan juda ham zo'r. Klienti bor, yurib turgan joyimizni. Bular endi birinchi qilganmi bu ishni bilmayman, eplashalmagan, lekin berib yuborishadi. Nomer qo'li, egalari nomerini qo'yib qo'yapmiz. Biznesni nechta sotishadi, o'zlarini ham teklovlashib olasizlar. Sog' bo'linglar.